Assalomu alaykum, o'zbegim ahli YouTube ishqozmatlari, Oybek Metal Works kanalining obunachilari va kuzatuvchilari. Navbatdagi inshootimiz mana Xonobod shaharchasida, Andijon viloyati Xonobod shaharchasida barpo bo'ldi. Bu inshootimiz magazinga mo'ljallangan 20 ga 7 holatda yo'l ustida shunaqa magazinlar va shunga binolar bo'lsa, ekranga chiqqan mobillarga murojaat qilishingiz mumkin. Men sizlarga qisqacha ob'ekt tarafdan avval ko'rsatib o'taman. İnşaatımız mana 27 yarim. To'g'ri mana shu Xonobod yo'li. Mana shu yo'l Xonobod yo'li. Biz konsert bo'ldi-yu, buni vodiy sadolari degan. Ana shu zamon. So'ran shakillashyapti. Binoyimiz 20 ga 7 yarim. Mana shu holatiga. Shunga tayyorlab, bunga tayyor bo'ladi. Kimda shunga qiziqtirsa, ekran chiqargan binolarga murojaat qilishlar mumkin. Sizlar bilan har doimgidek Oybek Metal Works ishchilari sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.